Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qaddidan qadri baland bo'lgan aziz qadrdonlar, Ismatullohxon aka, mana bugun farzandiz bizga muxlis bo'lgan Alixon ukamiz Surxondaryodan uzoqni yaqin qilib, oqibat qilib, ustozni bir ko'raylik, bir ziyorat qilaylik. Men bolalik paytimda kasetalaringizni otam qo'limga olib berganlar, muhabbat uyg'otganlar deb kelib meni ertalab ancha vaqt kutib qoldilar. Kelib ziyorat qilyaptilar. Hozir oxirgi paytda insonlarning o'rtasidan ko'tarilib ketgan oqibat, lekin hali ham vodiyda, vohada, viloyatlarda xalq o'rtasida oqibat yaxshi. Qancha joy kilometrni bosib kelib, biz kamina bu hurmatga loyiq bo'lmasak ham, bu e'tiborga, bu martabaga loyiq bo'lmasak ham ukamiz kelib bizni ziyorat qilyapti. Yaxshimisiz? Tanijoningiz salomatmi? Surxondaryo ahli omonmi? Alloh tanijoningizni salomat qilsin, shikastdan, ofatdan asrasin. O'tgan onamizni Alloh rahmat qilsin, o'tgan qadrdonlaringizni Alloh rahmat qilsin. Amin. Mana bugun Alixon bilan diydorlashib, jumani o'qish arafasida turibmiz. Hali Xudo xolisa duo qilamiz. Alloh dilingizdagi maqsadlaringizni o'zingiz o'ylaganingizdan ham ko'paytirib bersin. Mana baroat kechalarini o'tkazdik. Oldimizda muborak Ramazon oylari turibdi. Yaqinlashayotgan Ramazonlar sizga muborak bo'lsin. Bu Ramazonlar, bu baroat kechalari oxirgisi bo'lmasin. Qayta Ramazonning shukuhidan, shu kunlarning shukuhidan bahramand bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Surxondaryo xalqini boshini Alloh omon qilsin. Mard xalq, dehqon xalq, qo'ligul xalq, xalqimizga xizmat qilgan xalq. Ilohim uzoq yillar davomida sizlar bilan diydor ko'rishishlarni Alloh nasib etib, jannatlarda ham, jannatul mavoda ham diydor ko'rishimizni Alloh nasib etsin. Murodingiz hosil bo'lsin, farzandlarning rohatini ko'rishni nasib etsin. Allohu akbar.